Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Mr. Ergashev. Bugun sizlar bilan nakrutkani foydalimi yo zararlimi shu bo'yicha gaplashib o'tamiz. Hozirgi kunda past hamma bilib bo'ldi, nakrutka nimaligini, qanday uriladi, misol qaysi saytlar orqali uriladi, ularni hammasini bilib bo'ldi. Faqat bu nakrutka bo'yicha men hozir o'zimning fikrlarimni bildirib o'taman. Misol uchun mana bu kanallar ko'ryapsizlarmi? 137 mingta prosmotrga 10 mingta layk bo'lgan. Bu layk sizni kanalingizga ko'proq rekomendatsiyaga olib chiqib berishga yordam beradi. Ya'ni trendga otib berishga yordam beradi va bu har doim ham to'g'ri emas. Ya'ni bu kanalda misol biz seri kontent qiladi, meni kuzatyapti turgan ko'p odamlar, ya'ni oddiy YouTube'da o'zidan olib montaj qilinadi. Bu narsalarda katta rekomendatsiyaga otib olsa, kanalda monetizatsiyasi o'chirib qo'yyapti yo bo'lmasa nima desam bo'ladi? Kanalni pulni o'chirib yuboryapti-da, ya'ni siz kanalingiz hozirgi kunda $10, $20 ishlayapti misol. U birdaniga $100 ishlaydigan kanal bo'lib ketishi mumkin, misol like ursangiz. Ya'ni tezroq rekomendatsiyaga otib yuboradi, lekin u kanalning umri qisqaradi. Ya'ni siz $10 dan bir oyda $300 pul topadigan bo'lsangiz, shu kanal orqali 7 oy davomida pul topishingiz mumkin, misol uchun. Shunda 7 oyda $2100 bo'lami? Like nakrutka, kommentariya nakrutka orqali siz o'sha pulni 1 oy yoki 2 oyda topib olsangiz bo'ladi. Ya'ni sizning kanalingizda pastdan napor beradi, bosim berib ko'tarib beradi va buni deyarli hozir hamma qilyaptimi, siz ham qilishingiz kerak. Ya'ni misol Eshmat bilan Toshmat kanali bo'lsa, misol Eshmat like uryapti turgan bo'lsa, Toshmat like urmayapti turgan bo'lsa kanaliga, o'sha Eshmatda like uryapti turgan kanalini rekomendatsiyaga otadi. Endi bu YouTube'da o'zining algoritmi. Buni hozir sekin-sekin meni fikrimcha tozalayapti deb o'ylayman. Kim bo'li seri kontentda, lekin mana bunaqa kontentlarda umri anchagina katta. Shuning uchun ham men boshlang'ich YouTuberlarga, ya'ni YouTube'ga kirib kelganingizga o'zi 1 yil, 2 yil bo'ldi, tushunchalaringiz bor, hamma yo'qni bilasiz. Misol oddiy misol qanday ko'tarish kanalda, videolarni qanday tayyorlashni bilsangiz, o'zi mana bunday katta yo'nalishlarga yoki mana bunaqa AdSense bo'yicha mana shunaqa narsalarda biz topib qo'ydik, donasini 350 mingdan zakaz qilsalar bo'ladi. Xuddi shunaqaroq, xuddi shu bilan bir xil emas, boshqacharoq. Shunaqa mana shunaqa kontentlarga, AdSense'larga yoki bo'lmasa mana bunaqa animatsiyalarga o'tishlaringni o'zim tavsiya beraman. Masalan, GTA'ga, misol GTA'da ham normal like urlarni ko'rishlaring mumkin. Mana 121 ming prosmotr, 64 ming. Bu degani har ikkita kirgan odamni bittasi like bosyapti degani, lekin bunday emas. Bu yosh bolalarning kontentida shundoq ham bilasizlar, unaqa bo'lmaydi. Ya'ni hamma kirgan bolalar like bosishni bilmaydi va like bosilmaydi. Xuddi shunaqa, misol mana bu kanallarda ham shunday ko'rishlaring mumkin. Ham kommentariya, ham like urilyapti bunga. Va bu katta yo'nalishlar bo'lgani uchun monetizatsiyasi o'chib qolmaslik ehtimoli katta. Shunaqa yo'nalishlarga o'tishlarini tavsiya beraman va seri kontentda bilasizlar, umri qisqa bo'lyapti hozir. Shuning uchun ma'lum bir muddat misol YouTube tushib olguncha bu narsalarda ishlab, keyinchalik mana bunaqa katta yo'nalishlarga o'tishlaring yaxshiroq bo'ladi. Yana qanaqa, mana bu ayniqsa mana bu ham mana oddiy qilinsa bo'ladigan yo'nalishlardan biri. Bunga ham like urilyapti, buni ko'rishlaring mumkin. YouTube'da hamma kanallarga like urilyapti. Bu degani siz ham urishingiz kerak degani, chunki oqim bo'ylab ketgan yaxshiroq. Xuddi bir YouTube bir daryo desak, siz bitta YouTuber bo'lib like urmayman deb turib olsangiz, oqimga qarshi bo'lasiz va kanalingizda mayli prosmotr oladi, lekin boshqa siz konkurensiyalaringizdan ko'ra anchagina pastroq oladi. Misol sizni 48 soatligingiz 10 ming bo'lsa, boshqa odamlarda 100 ming bo'ladi, tushuningizmi? 100 ming, 200 ming bo'ladi. Shu orqali siz daromadingiz ham, keyin boshqa misol kanalingiz rivojiga ham bu narsa katta ta'sir qiladi. Shu yo'nalishlar bor, misol kattaroq yo'nalish qilaman desanglar va iloji boricha
hech kim qilmayapti turgan konkurensiyasi pastroq yo'nalish qilsanglar, yurgizib ketishlaring qiyin bo'ladi. Ya'ni nima desam bo'ladi, teleskopda misol 1 oyda 2 oyda monetizatsiya qilarsizlar, lekin misol umri sal qisqaroq bo'ladi. Lekin misol mana bunaqa kontentlarda bir 3 oylarda monetizatsiya qilaysizlar, 3 oylarda monetizatsiya qiladi, lekin bu davomiyroq bo'ladi. Ya'ni ko'rasizlar, yuzlaringni holatlaringga qaranglar. Men o'zim ham shu kattaroq kontentlarga o'tishni boshladim. Sekin. Mana bunaqa sun'iy intellektda video qilyapti turganlar ham like uryapti misol. Qaranglar. 7 millionga 82 mingga like bo'lish ehtimoli pastda, bir 10 mingta bo'ladi yosh bolalar kontentida. Shunaqa. Shu like foydali. Faqat to'g'ri urish kerak. Ya, misol like'da hozir endi kanallarda analitikasini ko'rsata olmayman-da. Uchun boshqa narsa qilamiz, ya'ni o'sha Autodraw'da qanday like urishni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Men o'zimda like urish strategiya ekan. Autodraw'ga kirasizlarda chizib ko'rsataman, 48 soatlik yarim minutda o'rtadan bo'lingan bo'ladi. Bu yoqda 48 soatlik, bu yoqda 60 daqiqalik bo'ladi. Bilsanglar, kanallar bunday ko'tarilib ketyapti turgan kanallar bo'ladi. Ko'tarilib, oxirgi shamlar shunaqa katta bo'ladi. Manetda ham shunaqa bo'ladi. O'zi oxirgi vaqtda yaxshi ko'rilyapti turgan prosmotrlarni ko'rsatadi. Agar shunaqa mana bu sham katta bo'lsa sizlarda, ya'ni oxirgi ko'rilgan vaqti katta bo'lsa, mana bu yerda ham bu yaxshi bo'lsa, ya'ni bunday bo'lib turib 0 bo'lib qolmagan bo'lishi kerak. Shunaqa stabil prosmotr olib ketyapti turgan bo'lsa, men like'ni birdaniga 1000 ta urmayman. 100 ta like uraman. O'sha 100 tani misol 4-5 soatda bo'lib uraman. Va eng ko'p shu 5 ta. Eng ko'p shu 48 soatlik ichida eng ko'p 5 ta olyapti turgan video prosmotr olyapti turganlarga uraman. Va 60 daqiqalikda ham ba'zi paytlarda mana bu 5 daqiqa ichiga kirmaydi, lekin bu yoqda bunday ko'rilib turib, bunday otib yuborgan kanallar bo'ladi. O'shalarga ham uraman. Ya'ni bu ham sizni pulingizni tejashga yordam beradi va kamroq misol kanalingizda naqaga tushib qolishga, ya'ni baribir YouTube nakrutkani biladi qachondir. Shu narsani, ya'ni nima desam bo'ladi buni? Jarayonga, tekshirish jarayoniga tushib qolishda ham kamaytiradi. Va bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Birdaniga 1000 ta like bitta videoga urgandan ko'ra, ko'tarilyapti turgan videoga 100 ta yoki 200 ta urib, bir 5 soat, 6 soatda bo'lib urgan, meni fikrimcha samaradorliroq tilim sepishib ketdi. Xuddi shunaqa. Shu meni strategiyam. Shu kommentariyani ham shunday uramiz. Obunachini faqat hozir saytlar urmayapti, o'zimiz urib beryapmiz. Narxlarni qoldirib qo'yaman, o'sha Telegram kanali bo'ladi. Telegram kanalda naqasini tashlab qo'yaman haligiga. Demak, kanalda biosiga yoki kommentariyaga zakrepit qilib qo'yaman. Kirib o'tib qo'ysanglar, bu yerda ham bir manfaatli o'zim bilgan ma'lumotlar sizlarga ulashishga harakat qilaman va yaqinda yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni sekin o'sha kim qilmayapti turgan, misol o'sha teleskoplarda boshqalarni hamma chiqarib bo'ldi. Men ham bitta teleskop video chiqaraman. Sprunki teleskopda, animatsiyali Sprunki teleskopda qanday qilishyapti turgani to'g'risida bo'ldi. Va xudo xolasa sun'iy intellektlar video qanday qilish bo'yicha ham darsliklar chiqaramiz. Faqat like bosib, parishga qilib tursanglar bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib like ursanglar, sinab ko'ringlar. Ya'ni kanallaringga shuna 5 ta videoga va 1 soatlikda yaxshi prosmotr olyapti turgan videolarga bo'lib like urib ko'ringlar. Yaxshi samaradorlik bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Keyingi videolarga ko'rishguncha sizlar bilan Mr. Ergashib bo'ldi. Tashamiz akalar.